Voy! Voy! Assalomu alaykum adash. Va alaykum assalom adash. Aymog'i muborak bo'lsin. O'zingdan bo'lsin adash. Mana bu chiroying bir qismli ko'rindi-ku. Chet ellikda quchoqlashib, o'zimizga yiqishib, qo'limizga so'yishib ko'rishamiz. Undaq emas adash. Sening mana bu chiroyli so'zlaringni anglab, ko'nglim nihoyat ishib ketdi degina. Nima? Bu bugünkidek manda qutluq ayam kunlardimi? Qo'pol so'zlashdi g'alibamikan? Nimasi deysiz adash? Hozirda ayni ishada. Bir adash meni mana manda so'zlab ranjitdi. Agar sen anglagan bo'lsang, sening nihoyat achchig'ing kelib ketdi degina. Qanaqanda? Anda olsa sen mening o'rnimda mingib kelgin. Men do'rapray. Ayda qilamiz. Hey! Hey! Hey adaşay! Seni dağıtı ben seni. Tanımasap kaldın bana. Uyak kete vatkana. Takı men şimdi takı. Miyakile. Bunda kilep körüşep mağımız kandarak avalım. Tizlaq. Ondan tutan mı? Hey! Kaynatağına gelip පැතික mağdın mı? Ne mi o? Paktek. Sayımın hoca. Ecep kıtıbapsan o tayaktek. Xotunun ettikette tazım kuvvetsi de. Bana işini. Bana muşundak ağın Bu yol rastida mandaq vaqirab chaqirgan bormi? Unda 7 chaqirim yeb turib kakirg'icha bir adab bilan odamga yaqinlashib, "Assalomu alaykum adash, oyiminglar muborak bo'lsin" degan bo'lsa, jonlarimiz so'yilib ketmasmidi? Shuni degina og'ayni. Mundaq sat vaqirab chaqirishlar o'tib ketgan madaniyatsizlik ham adabsizlik adash. To'g'ri. So'zlashning o'zi bir san'at. Men undaq so'zlashni yaxshi ko'rmayman adash. Yana qanday so'zlashni yaxshi ko'rmaysiz adash? Mushu bir-biri bilan irmash, shirmash bo'lib ketgan bir necha xil so'zlashdi. Masalan, kanudek chaplashib olib so'zlashish, so'roqchidek hayva qilib so'zlashish, jon og'ritib so'zlashish, ko'ngil og'ritib so'zlashish, ish qo'lg'andek oldirab so'zlashish, azmilik bilan tilni chaynab so'zlashish. Qani undaq bo'lsa boshdan gap qilay. Shunday qilamda? Qilamiz. To'xtag'ina adash, to'xtag'ina makla. Atini nima degan tang? Muborak yitayamdimi gap so'ravergan bormi? Bo'ldi qila adash. Bak ketyaptqin nima to'xtag'ina adash, hadi nega o'tiraysan? Maklami yaga. Gap bor deyman mana. Qarzdagi isilgandek isilmay qo'yibdi adash. Bak haq ko'si nima deydi? Yura, mesela adam köpek qayaga bunu düşünüyor. Qo'ya adash qo'ygina. Asar alış mağamdaki izini bilmeydi. Ama iş oldu mu? Bu qanday qilaq? To'xtag'ina adash. Zaten ne kaldıraysa? Bizni do'stga ta'di ko'ramsa, ko'mamsa. Men qayla? Shuncha yo'g'onab ketdingmi? Ma ko'zingga yog'tilab qoldimi? Ayta, nima deydi qandama ba? G'oyib xazinaga yo'liq qoldingmi ya? Biroq kalt qo'shiqning sepib tegib qoldimi ya? Dapaqa qana. Xotinining gapini jiranma otamsa, siziqidan chiqolmayaptamsa? Digina bir digina rasmi digina qilyaptimi ya? Qandoq? Men qayla digina rasmi digina bunda shipingda qolsang daqildab turmaydi. Belini bog'lagan aksda gaqpa qana bundaqa. Of. Kanudek chaplashib olib, jinoyatchini sotlagandek so'zlashish degan mana shu. Endi jon og'ritib so'zlash qandaqda? Jonda og'ritib so'zlashmi? O mana manda. Bak tiligan qaylab tursam, meliqi magazinchi qizlarga 30 ko'yni ortiq verding. Men peshim ishib qapti jurasini. Qapaqvash qapankalla. Mendek adam bo'lgan bo'lsam bunday ya deganda. Men burnimning bizni o'shab qapti jurasini meklab berdim, manda. Adamni kichiklarni urgandek boshlab paxshayni yugini bu adashning qanday? Mundaq odatlarni yaxshi ko'rmayman da'vatsam qilayotgan qiliqini. Va buni o'zi gap anglamda, anglamanda, ha? Anglaydi. Oyjon, anglaydi. Hey, buning o'zi gap anglag'achqa o'tganda bunda ish bo'ldi qayla. O'tgan kecha ketyapsa bir necha kun oldimni to'sayotmanda. Taza shu qo'shqashlab bir kun o'tganman taza qilib, ha? Bo'ldimi? Bunda endi anglaydi. Yaxshi. Meni demamsa adash, o'sha oldimni to'sgan 6 chekka o'sha bir tashla saptganman. Voy. Og'rimaganda? Og'rimida qilib yumshoq tagdi.
Mana mandaq söz işlərinin bir münçiləri iğir ağrıq adavet, hatta qanlıq akıbet tugdurmay qalmaydı. Şundaq ağını. Əmdəyliqə əzmilik bilən sözü iş qandaq oldu? Qandaq olatdı. Adam nədə aldırap manğandı, şundaq adamını uçurap qalıdı. Ha, şundaq. Bir iğiz gep surap qoyduğan bolsa, adamını bizar qılıp toyğuz otudu. Aqını əmdisi. Aqını. Mana mandaq adamlarga yo'liq qilishdan xudo saqlasin. Adamning aldırışı bilan kari yo'q, gapni bir boshlaydigan bolsa, pul urib to'xtat qilolmaydi. Ha, adash, nega manda? Voy. Voy. Mana. Voy, sen midan ağını? Ha, men. Voy, rosa işkəlsən də? Ne ketyapsa? Ay, nə boldun? İşe sonmada? Ay, binəsi oldun mu sen? Ay, yo'q. Ay, sen əməzsən. Oy, men şu. Ay, mənə tuğuna. Voy, bir kapılı kapsa nəsin ha? Oy, yo'q, adash men. Ya öydü bir çoğun vaka üzverdim ya. Oy, yo'q, adash men. Ay, toxtuğuna. Mojina. Voy. Ay, ben közağını alıqarıqı töpeki tatip edip doğan. İğir bir kisel tatip sen ha? Oy, sak adash men. Ay, Bir kız gap surap bir şoğa bir küntep dersin Ay, ha? yo'q, adash men. Ne ketyapsa? Akela kulağını, mekele. Aldırganda. Voy, bu adam degen şundan mı sen özgürlük bitki ya? Ay, sen tanımadın ben, sen emez. Ay, hazır defa sen beni evde ne ketyapsa ada edip sordun mu? Ha, şundaq. Mana bu ne? Sual cümle demin, şunda mı ya? Şunda var mı? Şunda. Aynı özden bilirsen ha, Şunda. Mana. Mundok belki koyulduğun sual cümle. Hem de maşa, sorulan sualga cevap vermezlik ne aytım bek edepsizlik. Şuna mı adaş? Ha, şunda. Aynı özden bilirsen ha. Hoş, hem de maşa, sualınga tepsiyle cevap verdiğin bolsam, ma pulakını dön tutup ağlap dur adaş. İştiğin yılı başlayıp getirdiğine bu acayip oturaş. İşte. Ötüp gidip de bütün bir gece. Mestürmen vay Adaş, to'xtag'ina. To'xta, adash, bu qachon gapni qilyapsan? Estağfurullah adaş. Bu kaçan degenin nemesi? Muşu cüme günü çüştüğün yılı bomamda. İşte. Ey, men bugun dushanba. Hozir ne ketyapsan deb so'rayapsam, 3-4 kun oldida qolgan gapni qilib. To'xtag'ina adaş. Nega oldir aytgansa, meni ozdurayotgan hozir ne kelgansan? Voy, bo'ldi, adash, bo'ldi. Ay, men shanba kunning gapini bilay. Baş günü görüşelim, hoş Anası adaş. ben yaşam bir günlüğünü anlap Yapma, koy. aldırayım, hoş adaş. Ama düşen bir günlüğünü kız ya. Oldu, toydum. Oco. Ya Allah. Men mandaq ezmilik bilan sözlüşlerini yaktırmayman. Ben bu manımında söz işlerini yaktırmayayım ben taka. Ha, qanaqanda? Ay ağına kadar kalanın kumda tutun mu tanın salamat. Ay akşam televizyonun köydün mü? Oco gombang etip otkan çıkotkan asmadı böyle. Oldu, adaş, oldu. Tova. Bu ne mi digerlikini bilgili olmaydı? Şunu digine ağına. Hazır ben mi özenle ne mi digerlikini bilemedim. Şunda. Yani bazı adamlar var ki, mışındaq özünün ne mi davatqanlıqını bilmey, bes münazır, talaş tartış, cidel macra qılıdı. Şundak. Ay yani kandan söz işlerini yaxşı görmeyiz adaş. Yani şu bir nasi yep durup, ağzığı laq, lokma toşkusu olup sözüşüş. Ha, manımandaqla. Ha, kana? Ha, tişdik daş? Oy. Hem geldin mi yasın yağdan? Oy, adamla saklatıp. Akşam şimdi saklamızsak sen miydin o? Akşam şu... Akşam balam kızıtıp qilib adaş doktorxonaga apardik. Şunu olib baranmay qoldi. Ha, mudaqa, vay yo. Bo'lmagan bo'lsa, bartam adaş. Bir telefon uribmi bo'lsa deb qo'yay desam, shunaqam vaqt chiqmadi degan ha. Akşam şu... Amot. Hüseyincan balla keptiga şu. Kiçi içi yapar. Yana bir kuni o'ltirish olamiz adaş. Hem yeni bir günüme oturmaz hem de akşam soyunmak yaxşı olgan. Balam og'rib qolmagan bo'lsa, cho'qim bartam adaş. Hem de balımen canımen dep şu balalı olmasa olmayken kadar kalmaz hem de ona. Ayolni bala qaritib qo'yib, kelaveray desam, ayolimning salomatligi toz yaxshi emas. Kimsin aynı güzel fotoğrafını tep alsın dep doğru.
Qandaq emasdi. Aşı balı qarayman deb adaş. Endi akşam şaroitda. Shuni o'ylayman, boramay qoldim. Voy, voy. Ay bu tamakini men cheksam sizning o'pgan ketdimi o nima? Men mana mondaq so'zlashlarni yaxshi ko'rmayman adaş. Menmi shu? Yana bir qism odamlar borki, adash. Ha. O'zi gap so'raydi. Bir opdan qishig'i kelib, ko'rishib, gapiga javob bermasa, Ha. yo'lda ketayotgan sohib Jamolga ish tortib, qaysi bog'ning gulidir? Qaysi daryoning beliqidir? Voy. Deb ko'zning ishini soladi. Shundoq. Yani ba'zilar qatnash qoidasiga xilof holda cho'ng kichik mashina Abdumbullaning derazasidan bosh chiqarib mundishdigan. O'rindiqda o'ltirganda oyog'ining chamini do'stining o'ziga qaratib qo'yib so'zlashadigan. Yanma-yan o'rtagan odamni qo'yib, 3-chi, 4-chi shaxslar bilan pusuldishadigan. Birlik ketayotgan er-xotinlarni uchratganda eri bilan so'z, xotini bilan qizg'in so'zlashadigan. Tuxumdan tukundirish maqsadida oshkora, yoshirin gap tingshaydigan eshak quloqlar bor taqa. Shundoq adash. Yani ba'zi odamlar borki, qiz ayollarni uchratganda tashabbuskorlik bilan qo'l uzatib. Ha. Qanday xonim? Obdan pulima? Voy, Voy, bu qo'llar nimanda qizzat? ayda qiziq shu. Deb shahvonlik bilan qo'llarini silaydi. Nece ba, shunda odamlar bor. Yani bir qism odamlar borki, Ha. bir 4 odam qishig'i kelib mundishib turgan aman, Ha. rasmiyati o'talmagan, yo'q, yonpullarni ichib qo'yib, ay mingda qilib kimdir birisi bilan so'zlashib keladilar. Shundoq adash. Vey! To'xtag'in adash. Ha? Men shu telefonni qo'lga ilibla, vey deydigan gapni tashlaydigan vaqtimizmi bo'larmi deb aytib bo'lib yuribdim. Ha. Ajab yodimga soldi. Ha. Bu boshqalar vey degan qo'pol gapni tashlab, yaxshimisiz degan gapga ko'chgili nima vaqt? Shundoq, men undoq vey deb so'zlashni bir madaniyatsizlik deb qarayman og'ayni. Albatta. Erlar assalomu alaykum yoki yaxshimisiz deb, xonim qizlar assalom yoki yaxshimisiz deb başlasak yaxshi emasmi? To'g'ri. So'zlashning o'zi bir san'at. Shundoq. U har bir odamning bilim iqtidorini o'lchaydigan o'lcham. Ham axloq sifatini ko'rsatib turadigan aynak. Undaq so'zlashlarni fazilatlik, qadimiy madaniyatli xalqimiz mutlaq yaxshi ko'rmaydi. Shundoq. Jumla